Bu videoda biz yana o'sha dahshatli Darknet saytiga kirib, bizga yana qanaqa yangi dahshatli klon kelishini va bundan oldingi qismda topilgan o'lim daftari aslida qanaqa kuchga egaligini bilib olamiz. Va qani ko'ramiz. Bu qismda biz Sardorni topa olamiz. Bunaqa savollarga javobni esa videoni oxirigacha ko'rsanglar olasizlar. Yo! Parolab ochgan balki. Darknet 4-qism. Klonlarning boshlig'i kim? Va aynan mana shu video uchun shunaqa katta dacha olib yana biz yig'ildik. Va endi bo'lmasam, dachanchiga kirib, mana shu hamma ishni boshlaymiz. Ketdik. Do'stlar, biz yana mana shu Darknet saytiga kirib, mana shunaqa bir qotil bir klonlarni chaqiramiz. To'g'risi do'stlar, ko'rib turganingizdek, har doim ham bu videoni olish menga kayf bermaydi. Ya'ni hozir o'zim realni qo'rqaman va realni cho'chiyman. Chunki har safar borganda qo'rqinchli klon kelyapti va bu safar qanaqadir klon keladimi yoki yana o'zimiz kirib hozir zakaz qilamiz bilmayman. Lekin nima bo'lsa ham sizlar videoni oxirigacha ko'rsanglar, nimalar bo'layotganini tushunib olasizlar. Va albatta men 100% bilaman, mana shu videoni kommentiga ham sizlar, bu videoni keyingi qismi, ya'ni Darknet 5-qism chiqsin deb to'xtamasdan yozasizlar. Даже Instagram, Telegram ham, xullas hamma yoqda sizlar shu gapni yozdinglar. Ya'ni Darknet 4-qism haqida. Ya'ni 5-qismni ham so'raysizlar. To'g'risini aytsam do'stlar, biz mana shu tipa YouTube serialimizni 20 ga yaqin seriyasi bo'lishi mumkin. Faqatgina sizlar har bitta videoda aytilgan shartni bajarsanglar. Masalan, bu videoda men sizlarga 101 mingta like so'rayman. Va sizlar like juda ham tez yig'ib, omoniki video qanday tez so'ramasligingiz uchun obuna ham bo'linglar. Ya'ni 20 mingta yangi prям obunachilar. Biz tezroq 3 million bo'lib va 5 millionga qarab ketishimiz kerak. Shuning uchun hozirroq obuna bo'ling va like bosing. Boya o'tganimdek 101 ming like va 20 ming obunachi Darknetda 5-qism chiqadi. Agarda bu qismda tik qolsak. Endi bo'lmasam do'stlar, Darknet saytiga kiramiz va buni har doimgidek o'sha meni kompyuterni bajaramiz. Bolalar tayyormisizlar? Har doimgi gapimiz, bu oxirgisi. Bu oxirgisi deymiz. Menyuyimizga kir. Nimalar bor, ko'raylik. To'g'risini aytsam do'stlar, biz o'sha bo'lgan voqealarni Gambitaga ketdik, ya'ni ko'zlar oqarib qolgani va yana boshqa narsalarni. Lekin Gambitaga hech bo'lib bo'lmadi do'stlar. Tan olmayaptilar nima bo'layotganini. Va endi bo'lmasam do'stlar, biz yana mana shu Darknet saytiga kirib oldik va tayyormisizlar? Duxib olmay, sal gapiringlar. Men chota qo'rqyapman, chunki o'tgan safargi voqealardan keyin Gambitaga bunaqa hammamizni qo'rqitib qo'ygandan keyin. Ya, Gambitaga mana shu prosta hazillashdi va biz mana shu o'lim daftari yordamida bu jonini yo'q qildik. Mana o'zi qanaqa his qilasiz? Zo'r, chotki, ideal. Hozir yana qarindosh urug'larimizni chaqiramiz va shou bo'ladi. Qarindosh urug'ingiz? Bu hazil ham. Ha, okey. Xo'p, hazilda. Qanday bo'lmasa, mana endi do'stlar, sal pastroq o'tishamiz va bizni chaqirmagan mana bu dahshat degan klonni chaqirib ko'ramiz. Nima deysizlar? Mahallinskiy, Nashinskiy dahshatlaridan. Dahshat. Yoshi 29 da, bo'yi 1.92, natijalari 26 ta odam. Umid qilamizki, 26 odam o'lmagan, просто klonga aylangan. Xo'p, u haqida o'qiymiz. Ko'chma sirk yopilgach, barcha artistlar yo'qolgan. Faqat bittagina klon qaytib kelgan. Lekin u endi odamga o'xshamasdi. Mana de qizig'i. Chaqiramizmi? Da. Voy. Samman bosaman, shuncha kirmayapti. Mana qolganlarni bosib ko'raylik. Kirmayapti, hech qaysi bosilmayapti. Sayt ishlamayapti. O'tgan safar ham shunaqa bo'lgan. Ya, balkim tugagandir bu narsa. Yo, balki hozir yana bosib ko'ringchi, boshqasiga o'tkazib yuborar. Mana bosaman-ku, maqomman bosmasdan. Enter ham bosaman. Sayt ishlamayapti. Всё, sayt yopilgan. Vallahi video shu joyda tugadi. Yo, xo'p, stop. Sayt yopilgan deyish oson. Ya'ni sayt yopilgan bo'lsa, navbat bizga plyus. Sardorchi. Hozir nima qilamiz? O'ling-a. Anaqa chimodan qani? Olib kel chimodan. Balkim bu o'yinimizning yangi seriyasi va yangi ssenariysidir. Uje biz mana bunaqa notebooklar bilan sekin kirib zakaz qilishimiz shart emasdir. Olib kech qani? Xo'sh, do'stlar, yana o'sha chimodan. Oy. Xo'sh, mana qanaqadir bir tingamat o'yinchoqcha va Yulduzni eslatadigan narsa. Da, shaytonlarimiz daftar kitob. Xo'p, bo'ldi. Mana olib tashlab bo'ldi. Bizga o'sha o'yinchoqsiz kerak emas. Bizga daftar kerak. Va endi bo'lmasa, yana o'sha o'tgan safargi kobradan qolgan yozmalar va yana qolgan polni oppoq narsalar. Xo'p, daftar bizga qanaqa podskazka beradimi? Qanaqadir faqat shu biz bilan yomon narsa bo'lgandan keyin beradi. Ya, qara, hozir ham biz bilan yaxshi narsa bo'lmayapti, do'stlar. Mana o'zinglar ham chat yoki kommentariyada yozinglar, biz bilan yaxshi narsa bo'lmayapti. Mana risk ular chiqishiga mana qarang. O'lim daftari, latlangan bashorat kitobi, o'xshaganga nimadir deyapti, to'g'rimi? Da. Gamitaga qo'rqitmang. Gamitaga! Hey! Sen qadrlashasanmi? Sen qadrlashan? Bilmayman, hozir Gamitaga qadrlashan. Qarang, Madriddan cho'chib ketdi, ko'z yoshlanib ketdi dash. Yig'laverdi. Ol yaqindan yig'laverdi Gamitaga. Brat. Biling, yana shoshma. Gamitaga nima? Nima? Ovozi eshitdi. Voy, bilan nega yig'layapsiz? Men qo'rqaman, yig'lamang bilan. Nima bo'ldi? Miyamda ovoz eshitilyapti. Qanaqa nima eshitdingiz? Qanaydir xat, bir balo, nimadir, kitob. Xat? Ha.
Xat, kitob? Da, xat, kitob, bir bola deyapti. Yo'q, kitob tinch bola yo'q-da. Qanaqa xat bo'lishi mumkin bilay. Parolab ochgan balki. Jindan ber. Nimadaga o'zi qilib qolmadi shu? Yo'q. Kitob hech qanaqa podskaska bermadi-ku. O'zingiz qo'yib qolmadinglarmi? Ichimdan polniy bu paytda meni uyimda bo'lgan. Eng qizig'i hozir Gambitga qayerdan bildi bu narsa borligini? Men miyamga eshitildi bu narsa. Kimdir gapirdi menga. Xat, kitob, bir bola deb. Hop. Okey, birinchisiga Goblin deb yozilgan. Ya'ni birinchi kelgan klon, ikkinchisiga Cobra deb yozilgan. Bu ikkinchi kelgan klon. Menmi kim? Chikko. Bu Ha? Le, Cobra, u keladi degan. Keladi? Glavniysimi? Balkim mana shu zirkalangizni qaranglar, Chikko. Ikkita chetida, yordamchi kaka o'rtada. Shoshmanglar, mana qaranglar. Saytda ham yo'q-da bunaqasi. Yo'q, umuman bunaqasi. Nima bu? Mana qaranglar. Chikko. Mana rasmini turishini qaranglar. Ko'ryapsizlarmi sizlar? Bunaqasi yo'q bunaqasi. Bor-ku. Balkim chaqirish uchun qorbobo degan. Shoshma, birinchi eshik. Do'stlar, xolos, men o'ylashim uchun mana bu chikkosi keldi. Bu daftar yo'qol chiqay birinchi bo'ldi. Bekitish kerak buni sira. Tablo qo'lim qaltiryapti. Chamadan olib kel, maqsud tezlash, ukam. Всё, давай bekitamiz. Chamadan bekitishni o'qidik. Bizni tungi ko'radigan kameramiz. Tunda hammanglarni ko'ramiz, qilayotgan ishinglarni, kardesh. Shunda siz hazillashmoqsiz shu paytda ham, lekin biz sizlardan qo'rqamiz. Hozirgi bo'lgan narsa oddiy narsa emas, xat ko'rganingiz. Balki bu meni sirli qobiliyatimdir. Bu 100% bizlarga foydamizga. Voy, o'zi ishga tashqarida. O kimadan yashiraylik? Холодильниге, давай, ты холодильниге. Gamidagi bundan oldingi videoda dash klonni холодильnigiga ham ochgan. Biladi aka. Liftda nima joyga bekitamiz, tashqariga. Shoshma, oldin chiroq yoqaylik. Chunki uydan nima o'tgan ko'rib turishimiz kerak. Maqsud davada tez chiqaylik. Ketdik, bo'l, tashqarida yo'q. Hozir usha oladi o'gani tashqarida. Kim usha oladi? Qanaqa qilib sug'ishib ketgan futbolchilar. Bu atmosfera qarang. Hamma joyda suv to'shdi. Qaysi tarafda? Ha, mana bu tarafdami? Qatta basingam. Xuddi shu payt men sizlarga Famstrecha haqida aytib bermoqchiman. Ya'ni do'stlar, esingizda bo'lsa, biz 3 million obunachiga erishdik va bu 3 million obunachilar men nafaqat bloger tanishlarim va yana boshqalar bilan, balkim men obunachilarim bilan real hayotda ko'rishib, ya'ni Famstrecha qilib nishonlamoqchi edim. Hozircha Famstrecha bo'lish kuni ma'lum emas, lekin joylari va hamma joy aniqda Anhor parkida xullas bo'lib o'tadi va kuni va soati aniq bo'lishi bilan men sizlarga ma'lumot beraman. Reski Instagram va Telegramda do'stlar, shu uchun hozir keladigan obuna bo'lib aniq kuzatib boringlar, chunki bu men umrim davomidagi birinchi Famstrecha va bu ham bo'lsa 3 million obunachi bo'lganim uchun bo'ladi. Do'stlar, mana tashqari yana bir o'nlab mashhur blogerlar va shaxslar keladi. Xullas, sizlar uchun birinchi ofitsial Famstrecha va bir konsertcha qo'yamiz va obunachilarim ham tipa shouda qatnashib million so'm qo'lga kiritishadi va sizlarga o'zim yangi meshlarimni tarqataman. Xullas, juda ham ko'p sovg'alar bo'ladi va obunachilar bilan jonli ko'rishamiz. Xudo xolisa hammalarni kutaman. Bir minglab odamlar kelsin, 108 ta bilan minglab kelsin-da, men hayron qoldim. Buncha odam ko'payib ketib qoldi deb. Shuning uchun ham davaychi, omonxon aktivini ko'rsatamiz. Albatta kuzatib boringlar, chunki tez kunda joyini va soatini e'lon qilaman. O'shda ko'rishamiz. Let's go. Mana chat tarafga kirgan. Voy, bular nima bu qamoqxona? Qatiga berkitamiz. Bu bitta etajga qo'yib qo'yinglar. Maqsud, shosh, men kameram bering, qorong'ida ko'rib turadi. Yo'q, qorong rejimini yoqish kerak uni. Qorong'i rejimni yoqqanda borsan ko'rib turib, tashqarida olib turing. Qatiga berkitamiz, Gamitaga. Tepaga qo'yinglar. Tepaga hamma qaraydi. Pastga berkitsangchi. Yaxshi variant. Davay. Ham ko'tar. Voy, mana. Bo'ldi, yo'q. O'sha qasi. Mana. Wo! Uncha bilmaydi. Da, ideal. Bab yotmaydi yo'q chiqam. Mana bitta yassi tiqib qo'yamiz ana. Bo'ldi, uncha bilmaydi, to'g'rimi? Hey! Maqsud hech kim yo'qmi? Yo'q, qorong'ida ko'rmayapman hech narsani. Sen o'zing o'zsan. O'rtoqlar, mana qaranglar mana. Hech narsa ko'rinmayapti menga. Kamerada yaxshi ko'rinyapti-da faqat. Bilin. Maqsud kimdir ko'rdingmi? Mana klon. Mana. Ya boshqa narsa-ku, ber bu yoqqa kamerani. Bo'ldi, qayt uyga, qayt-da, qayt. Seryo'zmi? Tez yuguraylik, klon kim? Stop, yaqin oling. Kim bu? Voy, boshi bola kim bu? Qochinglar. Nima bu bilan? Buni ko'rtaligiga qara. Stop, man tushunmayman. Mana. Bu bilet chiqadi-ku bu. Do'stlar,
saytda bunaqa klon yo'q-ku. Bo'yini ko'rdingmi? Bu boshi normal bu. 2,5 metrmi, 3 metr bo'yi. Bu qani bu? Shu berildir. Ana. Bu bo'zaga qara. Kim? Voy. Qo'rqib derasangiz. Это что за аппарат? Sog'dam ishmas, bu sog'dam ishmas. Men qo'rqaman, ey. Kitobni ko'rmadimi? Bizni yashirgan joyda? Ya, o'tdan sen topa olmaysan, uka. Men Yomonbek kitdim lekin. Men bilmayman nima qilish kerakligini hozir. Men umrimda bunaqasi tushmaganman. Buni olgan klonni mayli, qayerdir bolacha edi. Bir yo'q qo'rsa bo'lardi. Men birinchi qolib nima qilamiz? Mamitidan kim olamiz? Prikin Mamitidan. Men 4 inson boshida yoniga bormoqchi bo'ldim. Kamera olib, tipi kadr olish kerak, baribir. Shunchasi buni odamlar ko'rish kerak-ku. Bular qo'rqib ketdim aka, biladi. Ya'ni vuqor bosarkan odamman. Tomiga mana qilib yuribdi-yu. Oldingi safargisi bor-ku, giperaktivniy u odam bu yoqqa yomon tez sakrayotdi. Dubini qirib, bila bo'yini. Okey, hozir bekitib qo'yganmiz biz kitoblarni. Bunga по-любому shu narsa kerak. Ha, 100% bu kitobdan boshqa nima kerak bunga? Chamadonning ichidagi o'yinchoq, yana daftar bir balolar kerak. Biz uni bekitib qo'ydik. Hammasi yaxshi. Yo, hop, hammasi yaxshi, lekin tashqarida klon yo'q. Bilmayman qayerdadir yo'q qoldi. Shoshma qani. Stop, eshitasan? Qadam o'zi keldi. Ol. Yo'qmi? Slendermanmi bu? Yo'q, men 5 metr bo'yi. Yo'q. Chikko emas, Slenderman desak, o'zimiz uchun. Hech kim yo'q o'chotda. Brat. Derazani yoping. Brat, nima qilasiz? Brat, nima qilasiz? To'miqa bo'yisiga. Welcome, secure. Qarang, gamitaga qarang. Yurganiga kim ahamiyat qarab yurganiga? Ahamiyat qaratdingmi yurganiga? Cho'g'onlar vazgina. Qiynalib yuryapti. Katta foizlar bilan u haqiqiy bilan bo'yi unaqa uzunmas. Menimcha-da. Oyog'on tagida nimadir bor. Demak, qochib yursangiz deb uspus qilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham U bizani qo'llab yeta olmaydi. Da. Shunaqa deb o'ylaysa bo'ladi. Lekin tez yursa-chi agar. Ha, qadami katta uni tez yetib oladi bizga. Hop, nima qilamiz? O'tiraveramiz shunaqa? Hozir nimadir qilishimiz kerak bo'lgan narsani balkim cheris kitob olarmiz. Hop, bizlarni tutsa kitob olib qo'yadi-da. Hozir masalan bizda tutsa kitob olmaydi, chunki biz kitob yashirib qo'yganmiz. Balki просто gaplashib ko'rarmiz, nimaga keldi u. Yashim, hayot san uchun multfilm, ha? Просто gaplashib bo'ladigan. Hozir men, endi shu deb keldim demaydi-ku senga. Men kamerani olganda borib so'ratga. Chiq, serios chiq. Bo'ldimi? Mayli. Duqqatdan keldim bunga muncha. Farqi yo'q. Maqsad baqirib yig'lab kelgan so'mga qilaman hozir просто. Davay, chiq. Qani chiq, ancha bor. Bitta aylanib keyin. Voy, kelgan joyga borchi, ana balki kutayotgandir seni. Yo'q, mana hech kim yo'q, chiqinglar. Aldayapti hozir. Chiq qo'l ketib qoladi, aldayapti. Mana hech kim yo'q. Muncha qo'rqasizlar, kelinglar, mana yo'q. Qani yurishsinchi, shoshma. Mana. Qo'lim bu taraflarga ko'ch chiqani. Mana, menimcha ketdi u. Biza chaqirmadik-ku, klonni. Qancha anu kichkina ham emasdi, ishda ko'rinmay qoladigan. Ishda ko'rinardi agar bo'lganda. Hop, bo'lmasa hech qayerda bo'lmasa qayerda u. Shu, mana hech kim yo'q. Do'stlar boy ko'rdinglarmi? Просто. Ey, sayt olishdi. Nima bu? Bu qayerda? Momentenga aytdim. Kitob olib qo'ygan bo'ldi, Bor tekshirishga. Kitob. Hop. Qani qish. Jam, kam muhim baqirma birinchi o'rinda. Klon hozir burtda kelmagan. Kitob mana aytib turibdi. Qani kitob? Mana ko'rmayapsan? Men qarab bilib turibdi-ku. Mana shuni ko'tarsan, olgan mana. Da. Mana chimada mana turibdi. Xavfsiz joyda demak. Ha, xavfsiz joyga xavfsiz, lekin men o'ylab topganman buni. Lekin hop, klon kelib qolishi mumkin, hech bilib bo'lmaydi. Bizga mощный strategiya kerak, tushunyapsizmi? Bu klon topib olishi mumkin. Masalan, kim top? Hey! Kimsan? Kimsan? Voy, bilma qo'rqaman, qaranglar. Kimsan? Voy, bilma qaranglar. Chimadan qara. Chimadan nima qilasan? Nima? Chimadan. Chimadan. Hop, nimani qo'ysan? Kitobni beraymi? O'yinchog'i ham. Stop, qaranglar. Hozirga o'sha bir tiyinga qimmat o'yinchoq senga muhimmisi? O'yinchoqni bersang ketasanmi? Bermasang o'zingni olib ketaman. Qoch, bo'yinsan ketamadi. Çimadonimiz qolib ketdi. Çimadon, bor qon uyga kirib ol. Jin sotadimi? Mamon olib ketib qolibdi. Qani sen? Ol mamon kamera olib ket.
Do'stlar Maqsud вообще прям sal qoldi o'rtoq, do'st sotib qo'yadi. Gambit aka